8-ci növbətlik Dünya Uğur Qurultayı Tayyorluq Komiteti 6 iyun günü məxsus bayanat elan qılıb, bu yıl 10-cı ayının axırkı haftası çağırıldığan Dünya Uğur Qurultayının 8-ci növbətlik Umum Vekiller Qurultayının vekilligiga namzat bolğuchilari qo'yildigan konkret talab va shartlarni jakarladi. Dünya Uğur Qurultayı 8-ci növbətlik Umum Vekiller Qurultayının vekil namzatlari haqidagi bayonotning to'liq teksti tövendikicha. Dünya Uğur Qurultayının 8-ci növbətlik Umum Vekiller Qurultayını 2024-yili 10-cı ayının axırkı haftası ötküzishni qaror qilib, Qurultay Tayyorluq Komiteti qurib chiqilib, har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 dan ortiq kishidan tarkib topgan Qurultay Tayyorluq Komiteti 6 xizmat komissiyoniga bo'linib, o'zining xizmatlarini rasmiy yo'sinda boshladi. Bu qatimqi qurultayda 7-ci navbatlik qurultayda yo'l qo'ygan islohotlarni taxim cho'nqirlashtirib, yuksak darajada demokratiyani joriy qildirib, 157 nafar qurultay vakillari xalqimizning oliy manfaati va milliy irodasiga haqiqiy vakillik qiladigan fidokor, qobiliyatli insonlar ichidan har qaysi davlatlardagi keng xalq ommasining ovoz berishi orqali saylab chiqiladi. Bu qarorning ijro qilinishi uchun har qaysi davlatlarda maxsus 8-ci navbatlik umum vakillar qurultayiga vakil saylash komitetlari ta'sis qilindi. Vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish xizmatlari 6-cı ayning 10-cı kuni rasmiy boshlanadi va qurultayga vakil saylash xizmatlari 7-ci ayning 31-ci kuni tamomlanib bo'ladi. Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda 7-ci ayning 27-ci va 28-ci kunlari bir tutash holda vakillar saylami o'tkaziladi. 8-ci navbatlik umum vakillar qurultayining vakilligiga nomzod bo'lg'uchilarga tövəndiki şərtlərini hazırlayan hər qandaq bir Uyğur və Şərq Türkistanlıq qayrandaş millətlər qurultay vəkil namzatlıqıga özünü göstəriş hüquqiga ega bo'lib, hər qaysi əllərdəki vəkil saylash komitetləri bu belgiləmənin bütün maddalarına mutlaq əməl qılğan əsasda vəkil namzatlarını tanlab çıxışı lazım. Qurultay vəkilləri hər qaysi dövlətlərdə fəaliyyət elib beriyotgan qurultay tərkibidəki təşkilatlar və qurultayını himayə qılıyotgan Uyğur cəmaatları tərəfindən demokratik usulda saylab çıxılışı. 2. Hər qaysi dövlətlərdə saylab çıxıldığan vəkillərinin ən az 3-dən 1 qismi yaşlardan və xanım qızlarımızdan tərkib tapqan bo'lishi. 3. Vəkil namzati cəzmən 18 yaşını toldurğan bo'lishi. 4. Uyg'urchasi ravon bo'lishi bilan birga ən az bir chet el tilini bilgan bo'lishi. 5. Vatan, millat sevgisi kuchlik, milliy da'vo sepimizda minnatsiz fidokorlik ko'rsatish ro'yiga ega bo'lishi. Dünya Uğur Qurultayini himoya qiladigan, qo'llaydigan kishi bo'lishi. Dünya Uğur Qurultayı və onun rəhbərlərinin obrazıga ziyan yetkizdigan söz hərəkətlərdə bolmagan və bunundan keyinmi Dünya Uğur Qurultayı mənfəətini bajandıllıq bilan qoğdaydigan, tapşırğan vəzifələrini aktivlik bilan orunlaydigan bo'lishi. 6. Öz turishliq davlatlardagi Uyğur təşkilatlarda xizmat qilgan bo'lishi yoki ma'lum sabablar tufaylidan təşkilatlarda vazifa almagan bo'lsa-mu, öz aldığa milliy da'voyimiz uchun xizmat qilayotgan bo'lishi. 7. Özü və chet eldəki ailə əzaları Xitayning ichi və sirtidagi Xitayga bağlanışlıq bolğan siyasi, ijtimoiy, madaniy və ticari o'rinlar bilan har qanday shakldagi aloqada bo'lmagan bo'lishi. 8. Cho'qim kuchlik mas'uliyatchanlik, javobgarlik tuyg'usi bo'lishi. İltimos qilgan vazifaga saylangan yoki tayinlangan taqdirda vazifa olgan muddat ichida o'zi mas'ul soha haqida tafsiliy plan program tuzib chiqa oladigan va uni jonliq shaklda ijro qila oladigan iqtidorga ega bo'lishi lozim. 9. Qurultay ichilg'ichi bo'lgan muddatdan eng az 3 yil ilgirgicha va Dünya Uğur Qurultayining vakili bo'lib xizmat qilgan muddat ichida, shundaqla vakillik muddati oxirlashgandan keyingi 1 yil ichida ona vatanga, Xitoy va Xitoy mustamlikasi ostidagi rayonlarga bormagan va bormaydigan bo'lishi. 10. Siyosatdan belgilik ong va tajribaga ega bo'lishi. Xalqaro siyosat, Xitoy va Sharq Turkiston vaziyati haqida belgilik tushuncha va ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi. 11. Dünya Uğur Qurultayı tərəfindən yol qoyulğan Uyğurluq bədəlini izchil turda töləb gələn bo'lishi. O'rinliq sabab tufaylidan hozirgacha Uyğurluq bədəlini töləməyənlər namzodlik iltimos qilishdan burun o'tgan 30 oylik bədəl pulini töləshi, agar bir qismini töləb, bir qismini töləməyənlər kam qolgan qismini töləyish shart. 12. 7-ci navbatlik qurultay vakillaridan 8-ci navbatlik qurultay vakil namzodligiga qayta iltimos qilguvchilar 3 yillik vakillik jarayonidagi vakillik bədəlini izchil va to'liq topshirgan bo'lishi. 13. 7-ci navbatlik qurultay vakillaridan 8-ci navbatlik qurultay vakil namzodligiga qayta iltimos qilguvchilar 3 yillik vakillik jarayonida o'zlari tava bo'lgan komitetda aktiv rol o'ynagan bo'lishi. Komitet yig'inlariga va vakillarning tor yig'inlariga to'liq qatnashgan bo'lishi. 14. Vakil namzati cho'qim 8-ci navbatlik qurultayga bevosita qatnasha oladigan bo'lishi. Agar kasallik, viza olmaslik va boshqa favqulodda sabablardan umum qurultayga bevosita kelib qatnasha olmagan vakillarimizga Tayyorluq Komiteti va Dünya Uğur Qurultayi raisligining qarori asosida ayrim muomala qilindi. 15. Yuqoridagi shartlarni hozirlagan shaxslarning o'zini 6-cı ayning 30-cı kunidan burun vakil nomzodligiga ko'rsatib olishi.
6 ayning 30 kuni Germaniya vaqti soat 23:50 dan keyin qolgan iltimoslar qabul qilinmaydi. 16. Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan tayyorlangan vakillik iltimos qilish jadvalini to'ldirib, o'z turishliq davlatdagi saylam komitetiga belgilangan muddat ichida topshirishi. Bu jadval tor orqali elektronik shaklda yoki qog'oz yuzida yozma shaklda to'ldirildi. Bu jadval har qaysi davlatlardagi saylam komiteti tarafidan ta'minlandi. Biz har qaysi davlatlardagi tashkilotlar, vatanparvarlar, jumladan barcha vatandoshlarimizni 8 navbatlik umum vakillar qurultiyi uchun hozirdan boshlab jiddiy safarbarlik kelishga, buning uchun har qaysi joylarda elib beriladigan qurultay vakillik saylamidan tortib, oxirgi qurultay rahbarlik saylamigacha, qurultaydagi erkin muzokaralardan tortib, strategik qarorlarni elishqichi bo'lgan butun jarayonlarga aktiv ovoz qo'shishga, bu qurultayning xalqimizning navbatdagi haqiqiy orzu-istaklari va talablariga javob bera oladigan xalqaro saviyadagi g'alabalik bir qurultay bo'lib o'tishiga o'z hissalarini qo'shishga chaqiramiz. Mazkur bayonotning e'lon qilinganlik munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan 8 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farhat Yo'rinqash apandim qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan yuqorqi shartlar haqidagi belgilamaning qurultay ijroiya komiteti bilan qurultay raisligi tarafidan tuzib chiqib ma'qullanganligini, 8 navbatlik qurultayimizning vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarning cho'qim bu shartlarni to'liq o'rinlagan bo'lishi lozimligini alayda ta'kidlab o'tdi. Farhat Yo'rinqash apandim bu navbatlik vakil saylamida butun nomzodlarga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga, har qaysi ellarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlaridan saylamning odil ham demokratik shaklda o'tkazilishiga kapolatlik qilishini talab qilish bilan birga, saylovchilarning bilet tashlaganda yoshlarimizni va xonim-qizlarimizni nazardan saqit qilib o'tmasligi lozimligini alayda ta'kidlab o'tdi. Farhat Yo'rinqash apandim so'zda yana qurultay vakillarining sopliqiga va qurultayning bexatarligiga kapolat qilish uchun bu navbatlik qurultay vakillarining umumiy sonining avvalgi navbatlik qurultaydagi 207 nafardan qisqartirilib 157 nafarga tushirilganligini, kandidat vakillik tuzumining amaldan qoldirilganligini, orqa ko'rinishi aniq bo'lmagan gumonliq insonlarning va maydonsiz, xaraktersiz insonlarning vakillar orasiga siqilib kirilishining oldini olish uchun bu qatim vakil nomzodlarini tekshirib bekitish xizmatiga alayda ahamiyat berilganligini, vakillik iltimos qilgan nomzodlarning avval shu davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan vakil saylash komitetlarining dastlabki tekshirishidan o'tkazilganligini, ikkinchi bosqichda bo'lsa qurultay tayyorlik komiteti taftish komissionining qayta tekshirishidan o'tkazilganligini, oxirgi bosqichda bo'lsa qurultay ijroiya komiteti va qurultay raisligining tekshirishidan o'tkazilib muqimlashtirilganligini eskartib o'tdi. 8 navbatlik qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillarining millat vakili yoki parlament a'zosi tusini olgan alayda salohiyatga ega bo'lganligini va ularning o'zlari turishliq davlatlarda Dünya Uyg'ur qurultiyiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega ekanligini eslatib o'tgan Farhat Yo'rinqash apandim, vakillik saylami oxirlashgan hamon vakillarning alaydaliklariga qarab, ularning qurultay qaramog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolik taqsim qilinganligini, 8 navbatlik qurultayda vakillarga maxsus alayda ishlangan vakillik kimlik tarqitib berilganligini, qurultayning raisi va boshqa rahbarlarining qurultay vakillari ichidan saylab chiqilganligini ifoda qildi.